Mana bu dachani qaranglar, mazzaligini o'rtoq mazza qilib suz yuribdi. O'rtoq qanaqa atmosferasi, zo'rmi? Tavsiya etsammi? Boshqacha lekin o'g'ayni. Xo'p, dacha haqida sizlarga ma'lumot beradigan bo'lsam, Mandarin dachasiga kelganmiz. Dachamizda shunaqangi katta basseyn, katta monitor. Futbolda mayslar to'g'ridan-to'g'ri jonli efir tomosha qilish uchun hamma imkoniyatlarimiz bor va shunaqangi katta keng tarchan dachani ko'rinishini shunaqangi va Mamad stadioni ham bor. Mazza qilib futbol o'ynab turib va jahon chempionatini tomosha qilasizlar. O'tirish uchun shunaqangi besetkalar qilib qo'yilgan. Baribir Yevro uslubida qurilgan dachalar baribir atmosferasi bilan ajralib turadi. Takoy zimletniy kuxnyamiz. Bu mamda basseyn, zimniy basseynimizni ko'rishingiz mumkin. 5 finskiy saunamiz bor. Dachamizda igroydan full hamma sharoitlari bor. Mandarin dachasiga kelmoqchi bo'lganlar uchun pastda egalar nomerini qoldiryapman. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Lekin haqiqatan ham dachamizdan hammaga tavsiya etaman. Bitta atmosferani ko'ringlar o'zingizlar ko'zingizlar bilan mazza qilasizlar. Qaranglar. Nomer bor pastda bemalol telefon qilib bog'laninglar.